Orqamda mashhur Dam va Tip degan Sayfulloh domlani o'sha asosiy filiallari masjidda. Agar sizda ham shunaqa momo bo'lsa, kelaverasiz deb hazillashib qo'yib, hech kimga bu narsa ravo ko'rmaymiz. Hozir sizlarga Yangi Hayot tumani, Toshkent shahri Yangi Hayot tumani, Yangi Gulzor mahallasidan X-sotuvga qurilgan 3 xonalik kottej topib qo'ydik. Narxi ham zo'r holatda. Cho'zib o'tirmayman. Boshqa blogerlargacha oxiriga olib borib, sizni ezmayman, boshdan aytaman. Keyin obzorda ko'rsataman. 67 ming so'rashyapti. Yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Mana Qo'yliq Food Cityga где-то 2 yoki 3 kilometr. Mana anaqada turibmiz betonkada. 2 kilometrdan keyin Food City bozori. Food City bozori. Bu yog'i Sergeli mana okalar tegib turibdi. 2-3 kilometr yursangiz o'sha bu yog'i Sergeli. Qo'yliqgacha menimcha 5 yoki 6 kilometr taxminan uzoqlikda bo'lsa kerak. Yanada aniq lokatsiyasi kerak bo'lsa Telegram kanalga o'tinglar. Biza yolg'onchi bo'lib qolmaylik, taxminan yetyapmiz. Asosan o'sha lokatsiyada hammasi ma'lum bo'ladi. Mana shu joylar, xudo xolasa olgan ham, sotgan ham baraka topsin. Hozir laykni qizartirib bosib qo'yasizlar. Men uyda sizlarga motivatsiyaga to'lib obzor qilishda boshlayman. Qani ketdim. Ko'rib turganingizdek, X-sotuvga 3 xonali mana kottej tushgan. Qarang, archalarni shunaqa ekib qo'yishgan. Shunaqa did beradi. Mana ko'chalarni ko'ryapsizmi? Asfalt qilingan. Ko'chani boshiga bir где-то 100 metr chiqdimi, aka? 100 metr. Trassagacha 100 metr. Mana uyning fasadi. Bu yoq tomonda shuna mashinangizni olib kirasiz. Menimcha ikkita mashina sig'sa kerak deb o'ylayman. O'zimizda jaydari mashinalardan tiqaverasiz. Mana shu katta bahaybat off-road mashinalar bo'lsa, bitta mashina sig'adi. O'ylanmasdan. Temir eshiklar qilib qo'yishgan. Mana ko'ryapsiz. O'zi namunali uylar tomonda bu joylar, kottejlar. Qarang, qanaqa chiroyli, fasadlari zo'r. Nima deydi? Qo'shnilar ham yaxshi bu joyda. O'shaning uchun qimmat uymi, arzon uymi, eng muhimi bitta narsani tushunishimiz kerak. Uy olayotganda qo'shnilarga, ko'chaga ahamiyat berishimiz kerak. Ko'cha tinch, o'g'irlik, boshqa narsalar bo'ladigan joy emas. Aholi zo'r, yaxshi qatlamda joylashgan. Bemalol quloq etsangiz mazza qiladigan joylar. Keling, bismillah, uyda ichkarisiga kirishda boshlaymiz. Mana temir eshiklar qilib qo'yishgan, chiroyli qilib. Endi uyga ichiga kirayotganda mashalloh deb kiraveramiz. Chunki nazari bor, o'shanga ahamiyatli bo'lamiz. Qani bismillah. Bismillah, mashalloh. Kirganingizda mana shunaqa uzun hol kutib oladi sizni. Aboylarni ham yaxshi aboylardan tanlashgan. Dizaynni kirgan paytingizda ko'zlaringizda charchatmaydi. Aboylari ham o'shni aboylardan. Agar farzandingiz shov bo'ladigan bo'lsa, qalam ba yo nimadir uchkalan chizib qo'ysa, artsangiz ketadi. Mana shu joy. Endi bu tomoni detskiy xonasi. Bolalaringizga mana shu joyga xona qilib chiroyli qilib berasiz. Ko'rayotgan narsalaringizni ba'zi birlari qoladi, ba'zi birlarini olib ketiladi. Endi buni jarayonda gaplashib olsanglar bo'ladi uy egalari bilan. Mana xudo xolasa. Yana bitta ma'lumot aka, to'pli pul nima bet? Radiator, mana issiqlik sistemalarini ham ko'rsatib qo'ying. Mana ko'ryapsizlarmi? Issiqlik sistemalari ham yaxshi. Ikkita deraza bor, tashqariga qarab ko'rib o'tirasiz. Kim o'tyapti, kim ketyapti. Endi bu tomonda. Shuna kirganingizda bu yoqda spalni. Ana Shohruxxonni aytadi-da kinosida, shunda do'maloq spalnim bo'ladi. Shunda oyog'imni qo'yib tafchiga qo'yganda xizmatkorlar kiygizib qo'yadi-da. Xuddi mana mashindan aka. Qarang, yo mashalloh. Ana mana shunaqa. Zo'rin tanlashgan ekan. Xudo xolasa, ota-onaga qilib bersangiz, ota-onaning duosini olsangiz boru, pulingiz karrasiga oshib ketaveradi. Mana shunaqa joy. Qarang, dizaynlari hamma narsasi zo'r. Xudo xolasa kelishilsa, mebellar ham qoladi. To'g'rida mana sanuzel. Sanuzelda ham mana avtomat kir mashinalar, hamma narsalari tipa hammasi yengidek bo'lib turibdi. Qarang, ahamiyat bering. O'ta zo'r, o'ta chiroyli, yaxshi ishlashgan. To'pli bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana qarang, issiqlik sistema, suvlar ketishlar zo'r, jarayonlar zo'r. Keling, mana oshxonasini ham bitta tushuntiraylik. Ayollarimizni asosan biz erkaklarda qalbiga yo'l topadigan joylar mana shu joylar bo'ladi.
Mebellari, mana shu mebellar qoladi. Ba'zi mebellar olib ketiladi aytganimdek. Dizaynlari tanlab qo'yganini qarasangiz-chi. Bu tomonni qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Yo, mashalloh. Dumoxotlar qarang, sharoitlar zo'r. Lyustralarda minimalizmga e'tibor berib qilishgan. Zamonaviy, zo'r joyi. Undan tashqari bor. Siz ham aka, siz ham mashina qilib qo'yasizmi? Uyingizga kelganda mana shunaqa suralarda yopishtirib qo'yasizmi? Qilib qo'yinglar. Chunki bolagan tarbiya bo'ladi bu. Shunday kelasiz, shunday keladi. Har ko'zi tushganda mashina o'qib ketsa ham eslatmadi. Shu turishimizda bu yotaman detskiy xonamizda, bu yotamanimiz zal. Mana. Naryog'i spalniy. Qarang, zalga kelasiz. Ana konditsionerlar qo'yilgan, xona muzdekina bo'lib turibdi. Ayniqsa tashqari jazirama bo'lib turgan paytda shunaqa yoqyapti. Aka, shunaqa ko'p reklama qilgim kelyapti betdan chiqmasdan. Xo'p, hamma xonalarda issiq tizimi yaxshi. Mana. Stol-stullar gaplashishsa, balkim qoladigan bo'lsa kerak. Buni egasi bilan gaplashib olasiz. Hali. Abo'ylar hamma narsasi ko'zni charchatmaydigan xilidan qilingan. Xudo xolasa, inshaalloh. Olgan odam faqat mazza qilib yashaydigan joyi. Lekin dekorativ narsalarga zo'r qarab qo'yishibdi. Endi orqa hovliga o'tamiz. Shuni orqada chiqqaningizda yana bitta dunyo bu yoq. Qarang. Ya mashalloh. Mana shu joyda qarang. Gullarni ekib, rayhonlarni ekib, mashga to'ldirib qo'yasiz. Endi to'g'risida uyda bekorchi yurgandan nimadir qilib turgan yaxshida. Hatto deputat, hoji akalar bor-ku, aristokratlar ham uyda nimadirlar qilib turadi qimillab. Siz ham endi bilaman, unaqa o'zingiz jaydar odamsiz. Mana shu joylarda gullar yashnatib o'tirasiz. Bu yo'liga daraxtlarni qilib qo'yishgan. Bu yoq tomon tashqari hojatxona. Mana tashqari hojatxonani ko'rsatib qo'ying. Mana bu tomon. Telefonimizni o'chirib qo'yamiz aka. Mana shuni daraxtlarni qarang, chiroyli qilib ekib qo'yishgan. Mevalar pishganda bemalol nevaralarga shuni terib beraverasiz. Mana aytganimdek, bu yoq tomonda darvozaxonasi. Bemalol mashinani mana shu joyga qo'yib qo'yib o'tsangiz bo'ladi. Vodoprovod suvlari hamma narsa yaxshi. Gaz, suv, internet, kommunalka hammasi zo'r, muammo yo'q. Bu joylar sentralniy joylari, o'shaning uchun bu yerda muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, olgan odam faqat mazza qilib yashaydigan joylar. Gullarni ekib qo'yishganligini qarang. Keyin mana tomoni ham kladovka ekan. Endi bilmadim, ko'rsatish kerakmi? Balki ko'rsatib qo'yib qoling, aka, mana. O'zi aslida yuragi bor, uyda yuragi mana shu tomon. Nima desanglar deylar, yurak bu tomon. Uyda yurak shu yerda bo'ladi. Okalar, mana shu. Xudo xolasa, olgan odam faqat baraka topadi, mazza qilib yashaydigan joylar. Hamma eshik romlar imzoni romlaridan qo'yib qo'yishgan. Eng hammasi sifatli narsalar ishlatilgan. Pishgan g'ishaki uyi polniy pishgan g'ish bilan qilingan. Mana shu joylar. Olgan odam mazza qilib yashaydi. Xudo xolasa sizga nasib qilishini tilayman. Xudo xolasa, meni obunachimlardan kimga shu uy nasib qilsa, juda xursand bo'lardim. Mazza joylar. Yana bitta ma'lumot, agar sotib olgan odam, mana shu uyni sotib olgan odamga notarius tekin. Akmal degan o'zimizda do'stimiz bor, o'zlari tekin qilib, chiroyli qilib berishadi. Narxni aytamizmi aka? Aytamiz. Narxi hamma kutgan mana shu xonadonni necha 2 sotiqqa 3 xonali qilib qo'yishgan. Oshxona, boshqa narsalar, hovlilari ko'ryapsiz. Nech pul deb o'ylaysizlar? Nech pul aka? 67 ming notariusi ichida tekin. O'tgan safar 75 ming deb aytuvdingiz o'sha yerda. 75 edi. Shu kerakligi uchun hozir sotamiz. Endi insonda har xil vaziyat bo'ladi. Mana shu tomonlama o'sha davring kelganda davringni zo'r o'sha paytda berib qolish kerak edi. Endi narxi mana shu holatda. Xudo xolasa, olgan odam yutqizmaydi, zo'r joylar. Pastda Akmal degan do'stimizning nomerlari, o'zlariga bog'lanasiz, o'zlari kutib olishadi. Xudo xolasa, sizni tanishtirib, xudo xolasa notariuslarni ham tekin qilib berishadi. Obunachilar uchun alohida tekin qilib berishadi. Like deb bosib qo'yinglar. Shu videoni linkini olib, Telegramda bilaman uy izlab yurgan, arzon uy izlab yurgan tanishingiz bor. Bet
shahar. O'shanga ham ahamiyat beringlar. Bu viloyat emas, shaharda ichida eng arzon uylar. Xudo xolasa, olganga ham sotganga ham baraka bersin. Mana shu xonadonlar sizga nasib qilsin.